Shoshilinch xabar: Feruza Normatova haqida duo qilib qo'ying. Afsuski, qaynonasi reanimatsiyada. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Oyijonim reanimatsiyaga tushdilar. Alloh taolo ularni boshiga kim nima solgan bo'lsa tez fursatda o'ziga qaytarsin. Zulm ketidan zulm, bittasini tugatmasdan ikkinchisini chiqarishmoqda. Bir insonga shunchalik zulm qilishadimi? Har biringiz farzand katta qilyapsiz. O'z farzandingizga shunaqa kelin ravo ko'rarmidingiz? Oyijonni oldilariga men borman. Inshaalloh albatta tuzalib ketadilar. Allohdan ular uchun shifo so'rab duo qiling. Bizni oilamiz duolarga juda muhtoj. Qizlar g'iybat kerak emas, bizga duo kerak. Men hammanglarni yaxshi ko'raman. Oyijonim yaxshi o'tiribdilar, bir hafta yotadigan bo'ldilar. Bu hammasi sinov. Kim bu sinovda zulmkor, kim mazlum? Rabbim guvoh hammasiga. Yo'q ayblar, yo'q gaplarni bor deganlar qo'lidan kelsa o'lmasin, chunki bu shubhasiz qaytar dunyo. Yashatganni yashamasdan hech kim o'lmaydi deya ijtimoiy tarmoqlarda Feruza Normatova post qoldirdi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.